Assalomu alaykum qadrdonlarga, hammaga bugun yana yo'ldamiz, xudo xolasa. Mana qayoqqa ketyapmiz? Gartman degan joy bor ekan Shveysariyada. Ana o'sha yerda Triftbrücke, ya'ni Trift ko'prigi bor ekan. Ko'prik ikkita tog'ni orasini birlashtirgan ekan. Menimcha bir 150-200 metrlarni endi chamalab ko'rdik rasmdan. Shuni borib bir ko'rmoqchimiz. Shu sababli mana yo'lga chiqdik. Hozir mana shunday chiroyli manzaralarni tomosha qilib, Triftbrücke tomon yo'l oldik. Triftbrückega yetib borish uchun Gartmandan demak Bergbahn deyiladi. O'zbekistonda nima deyilardi? Kabinkami, nima? Kanat bor ekan. Ana shu kanatga o'tirib, demak ko'tarilamiz va undan keyin 1 soat, 2 soatlik yo'l biz uchun cho'qqigacha borish kerak. Ana u yerda demak o'sha osma ko'prik bor. Nasib qilsa bugun ko'ramiz, agar ob-havo yaxshi bo'lib turadigan bo'lsa. Hozircha quyosh charaqlab, biroz bulutlar bor. Mana shunday. Bu yerlarda, demak bu regionlarda mana bundoqa shasharalar juda ham ko'p uchrayapti. Hozir 4-shasharaga duch keldik. Siz haydab ketavering Davron aka, biz hali videolarni ko'rsatamiz. Ana shunda tasvirlab beramiz. Ko'rib maza qilib olasiz. Katta xolangni uyimi bu. Velosipedda mashinalar yo'lida yurasan, deb bo'lmaydi bu yerda. Orqasidan tushib, uzr, kechirasiz deb xalaqit bergan bo'lsa deb ketilaveradi mana. O kutyapti, oldida ketyapti, ana u amakimi, opami, xullas kalom kimdir. Chiziq ulangan chiziq bo'lgani uchun mashina yo'q bo'lsa ham mana kutib orqasidan ketilyapti. Ana endi velosiped ruxsat beribdi, quvib o'tishing mumkin dedi. Biz kutamiz. O'tdi. Bir ajoyib odamlar bor tabiatda endi. Hayron qolasiz ba'zida. Biz odamlar ham zo'r. Masalan, men o'tgan safar Vodilga borganimda hayron qoldim. Bir ikkita amakilar bilan gaplashib, xolalar bilan gaplashib, "Vau" dedim. Odamgarchilik hali ham avjida ekan dedim. Hayda bu. Kecha keyin charchamadlaringmi bolalar? Ya, zo'r bo'ldi-ku. Damni oldik. Umumiy hisobda 7-8 soat to'xtamasdan yuribmiz bor-ku. 7-8 soat. Tepaga chiqdik. Biz yo'lda ko'rganimizda, tushayotganimizda ko'rganimizda 16 kilometr yurgan ekanmiz, ha? 16 kilometr. Uygacha bir 20 ta bo'lib qoldi. Uygacha bir 18-20 bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bugun kamroq yuramiz shekilli, lekin men oyog'im 1 soat, 1,5 soat yotgandan keyin tomir tortishdi. Sezdik qilding. Juda yomon bo'ldi. Juda yomon bo'ldi. Manzilimizga xudo xolasa 7-8 minut qoldi. Perevalcha bor ekan kichkinagina, ana shu yerdan ketib boryapmiz. Kulishib, gaplashib. Mana shu. Tog'li hudud, havo namgarchilik bo'lgani uchun hali hamma yo'q ko'm-ko'k, bu yerda doimo ko'm-ko'k bo'ladi. Siz mana bu katta daraxtlarni, bargliklarni o'sha sarg'ayib, kuz kelyapti, chiroyli. Ishga kirib turibdi. Manzilimizga mana yetib keldik. Asta-sekinlik bilan tayyorgarlikdamiz. Xudo xolasa mana shu yerdan sekin-asta bu yerda kanat bor. Mana shu kanat bilan sekin yuqoriga ko'tarilamiz va u yerdan 1 soat, 1,5 soat pauzalar bilan, tanaffuslar bilan 2 soat yurishimiz mumkin, demak, Brückegacha. Sayohatimizni demak boshladik, xudo xolasa. Azizlar, agar mana shu yerlarga kelsanglar, Triftbrücke deb ataladi, demak, kabinkamiz 2025-yilda qurilgan ekan. 2025-yilda juda ham yangi va uni ustiga arzon. Toqqa chiqib tushish atiga 30 yevro ekan. Biz faqat hozir chiqishga oldik. Chunki shamol bo'ladigan bo'lsa ishlamasligi mumkin dedi. Agar ishlaydigan bo'lsa tushganlaringdan keyin pulini to'laysizlar deyishdi. Juda ham qulay imkoniyat. Qolgan ma'lumotlarni endi yuqorida olasizlar, xudo xolasa. Asta-sekinlik bilan yo'lga chiqdik. Triftbrücke mana shu tog'lar orasida ekan. Yonimizdan mana Trift sharshara soy oqib o'tyapti. Mana bu yerda to'planar ekanda suv, asta-sekinlik bilan keyin sekin kamaygan holda demak aholi yashaydigan tomonga chiqib ketadi. Bu yerdan demak dara bo'ylab asta-sekin yo'l
bosib o'tamiz. Ma'lumotlar taxtasida berilishicha 1,5 soatda yetib borish mumkin ekan, lekin biz juda ham ko'p to'xtaymiz, rasmga olamiz, video olamiz. Shuning uchun bizda balkim 2 soat, 2,5 soat davom etishi mumkin. Bolalar уже boshlashdi. Pozalar turishib, sekin-sekin rasmlar. Mana. Dam olish mana shunday o'tadi biz tomonda. Germanistonda. Bu yerda Davron akam bor, Elbek bor, orqada Navro'z kelyapti. Hammamiz bitta kasb egasimiz. Hammamiz Germaniyada, demak, til kurslarida nemis tili o'qituvchi sifatida ishlaymiz. Dam olishlar ham ko'p hollarda birga bo'ladi mana shunday tabiat qo'ynida. Elbek hazillashyapti. Bekor vaqtimizdagina dars o'tamiz xolos deb. Soy suvi muzdek bo'lsa kerak. Asta sekin kelishyapti. Navro'z ham yetib keldi orqadan. Negadir olib ketdi. Mana bunaqa tikka yo'llar bo'ladi ba'zida. Degizdirib oladi. Qalay kelyapsiz Davron aka? Jon chekmasa jonona qayda. Mana shu suv balkim o'sha tepada ko'l bor. Ana shu ko'ldan kelayotgan bo'lsa kerak, biz shu ikki qoyani orasiga borishimiz kerak. Taxmin bo'yicha. Bugungi yo'limiz biroz mashaqqatliroq bo'lyapti, chunki ko'tarilish birdaniga ham yo'l toshli va mayda shag'alli ekan, sirpanish xavf ham bor. Asta sekin ko'tarilyapmiz, gaplashib, kulishib. Yo'llar mana bunday belgilangan, mana shu belgini ortidan qarab chiqib boryapmiz. Ko'prikkacha yana xudo xolasa roppa-rosa 1 soatlik yo'l qoldi. Mana bu manzarani qarang endi, mana bu manzarani qarang. Juda ham chiroyli bir manzara. Kelishyapti bolalar ham sekin-asta. Operator yugurib oldinga o'tib olish kerak edi. Aka, qalay yo'llar? Zo'r. Zo'rmi? Yo'llar bugun mashaqqatliroq. Mashaqqatliroqmi? Lekin tepaga chiqqanda bitta va deb baqirib olasiz, mazza bo'ladi u yog'i. Albatta, bunaqa joylarga qachon kelamiz yana? Yanaga hafta kelamiz nasib. Kanikul bor-ku. Bugun kamroq ko'tarilamiz. Bor yo'g'i 400-450 metr ko'tarilish bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan yo'limiz juda ham mashaqqatli ekan, ko'tarilish birdaniga. Shuning uchun anchagina sekin ko'tarilyapmiz. O'labe. Mana bir kuni bu yerga tushirasiz-ku. Aha. Yana zominni nimasiga ham tashab qo'yinglar. Zominni gruppasiga. Yo'llar mana bunday. Mana Germaniyada bunaqa yo'llar xatarli yo'llar sanaladi va ko'p hollarda bunaqa yo'llardan faqatgina shug'ullangan, ya'ni doimiy ravishda tog'ma-tog' yurgan kishilar yurishi mumkin degan ogohlantiruvchi ma'lumotlar doskasi ilinadi. Mana shu qoyadan o'tganimizdan keyin nasib 1,5 soat 45 minutda ko'zlangan maqsadga yetamiz. 300-350 metrdan keyingi ko'tarilishdan so'ng mana shunday tabiat manzarasi. Mana bu yerga kelganda probka bo'lib qoldik. Sirpanchiq toshli yo'l ekan. Bu yerda mana toshlarning orasidan suvlar sizib chiqib biroz xatarli yo'l bo'lib qolibdi. Juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun nemislar aytadi, toqqa chiqsang deydi, trit sicher degani, shu bosganda ishonchli bo'lgan oyoq kiyim olishlaring kerak deydi. Mana bolalar ham hammalari pul sarflab mana shunaqa sirg'almaydigan, toshlarni mahkam tishlaydigan oyoq kiyimlarni olib olishgan. Shuning uchun qiynalmasdan bemalol yurib borishyapti.
Manzilimizga sanoqli minutlar qoldi, xudo xolasa. Ana shu qoyani orqasiga o'tsak bo'ldi. Mana bu yerda mana sharshara tushyapti ekan. Mazza qilib tomosha qilib ketyapsak, mana bu bola, "O, ko'prik ko'rindi" deb qoldi. Qayerda ekan u ko'prik desam, ekranni o'rtasida ko'rinar ko'rinmas bo'lib turibdi. Mana bu yerda ko'prik bor mana. O, ana. Mana bu yerda mana toshlar orasidan zilol suv chiqyapti ekan. Mana shunday irmoqlar jamlanib ana shu kecha ko'rganimiz Brent-Zeyga borib quyiladi. Pastda bu kattagina bir soyga aylangan. Albatta bunaqa chiroyli manzaralarni, tabiat manzaralarini faqatgina yurilganda ko'rish mumkin-da. Mashaqqat bo'ladi ozgina. O'zimizni o'zbek maqolini eslab qoldim. Yurgan daryo, o'tirgan bo'yra deydi-yu. O'tirgan o'tiraveradi. Lekin yurgan odam juda ham ko'p narsani ko'rar ekanda. Har xil odamlarni ko'ryapmiz bu yerda. Masalan, odamlar bir-biriga yomon qaramaydi. Bir-biriga kulib qaraydi, salomlashadi, bo'ldi. Boshqa ishi yo'q. Mana Elbek birinchilardan bo'lib yetib keldi. Ko'prikka. Mana ko'prik, osma ko'prik. Pastda esa sharqroq soy. Ko'l mana shu dalani orqasida bo'lishi kerak. Ko'prikdan ko'rinishi kerak menimcha. Bu yerda mana shu tog'ning ortida ko'l bo'lishi kerak. Bu yer anchagina sovuq shabada ekan. Pastda o'sha kiyimlarni kiyib, mana asta-sekinlik bilan chiqib kelyapmiz. Va nihoyat ko'prikka yetib keldik. Ko'prik mana bu yerda. O, ala. Qani, bu tomonga bitta yugurib o'tib, qaytib ozodlikni his qilib degandek, hurriyatni his qilib, sekin asta pastga yana tushaveramiz. Ozgina dam olib o'tirib degandan keyin. Shunaqa gaplar. Qani, ko'prik sari oxirgi qadamlar. Olg'a. Yer anchagina shabada. Hamma issiq kiyinib, kurtkalar bilan ko'prikdan o'tishyapti va bu yerda mana ko'prik boshida kutib turishdi, chunki o'rtada rasmga olishyapti, video olishyapti. Hamma bir-birini hurmat qilgan holda ko'prik boshida kutib turishdi mana. Keyingi navbatdagilar yo'lga chiqishdi. Orqadagilar mana kutib turishdi. Ko'prik ortida ko'l bo'lish kerak degan edik. Internetda ko'rganimiz bo'yicha va mana o'sha ko'l. Oh. Kattagina ekan. Wow. Kelganga arziydi. Mana shu manzaralarni ko'ramiz deb mana 2 soat yo'l bosib keldik. Arziydi, juda ham go'zal. Umumiy ko'rinish. O, orqada mana sharshara oqib tushyapti. Qorlar erib, nemislar gletscher deydi. Mana shu suvlar erib ko'lga quyilyapti. Bu yerda mana kelganlar dam olib o'tirishibdi. Mana shunday. Buni qarang. Qanday go'zal bu olam. Bir qara. Tog'larni qarang, tog'larni. Yigitlar birinchi bo'lib menga yo'lni berishdi. Bosdik, ketdik mana.
Agar telefon tushib ketsa, ushbu videolarni hech qachon ko'rmaysizlar. Wow. Oh, buni qarang, buni qarang. Buni qarang. Balandlikni hozir ko'rsataman qancha. Mana shu ko'prik mana tros hamda metalga yog'ochlar mahkamlangan. Balandlik mana bu balandlik mana. Menimcha bir 50-70 metrlar bo'lsa kerak. Birozgina shabada bor, lekin mustahkam. Bu ishonchli bo'lgani uchun qo'rqmasdan bemalol qadam bosib ketaverasiz. Taqdiringizga hech narsa yozilmagan bo'lsa, nimadan qo'rqasiz, to'g'rimi? Mana buni qarang. 10 metr rastoniyada kelamiz deyishgan edi. Kelinglar endi. Ha? Go'zallik. Odamlar mana shu go'zallikni ko'raman deb o'sha yo'llardan yo'l o'tib bosib kelishyapti. Davron aka ham kelyaptilar mana yo'lda. Videolarni qilib. Haybat, mazza. Wow. Mana Davron aka ham yetib kelishdi. Asta sekinlik bilan. Qarang Davron aka. Pastda ko'lni qarang, ko'rdingizmi? Cho'chimadingizmi? Yo'q, cho'chidim, mana go'zallik chalg'it. Ha. Maza desam, yo'q, maza kamlik qiladi deyapsiz. Nimaga? Yo'q, bu faqat maza deyish. Bilmadim, mazadan keyin ta'rif qanday bo'ladi. Buni odam o'zi his qilish kerak. Ko'zni quvontiradi, qalbni quvontiradi. Buni qarang. Charchoqlandi. Ha, charchoq chiqib ketdi, esdan chiqib ketdi charchoq. Rosa qiynaldik. Biz kelgan joy Shveysariyaning hotspoti sanaladigan Interlaken, Lauterbrunnen, Grindelwald turistik markazlariga yaqin joyda aslida. Lekin bu yerga odam kam keladi, o'chirib kutmaysiz, navbat kutmaysiz. Go'zallik mana bundoq, mana. Juda ham chiroyli. Buning ustiga biz doimiy ravishda byuroda o'tirganimiz uchun, ya'ni maktabda harakat kerakligi uchun bizga sport bo'ladi deb mana shunday yurishlarni ham qilib turamiz. Ham inson ruhiyatiga, ham inson jismiga foydasi bor sayohatlardan biri bo'ldi bugun. Mana bu go'zallikni qara do'tsi. Bu go'zallikka kelib olib, kofe ichishga nima yetsin? Ko'k choy ichsalaring bo'lmaydimi ota bobolaringiz qilganini qilib? Yana kofe ichasizlar. Hozirda kofe ichaman. Kofe bormi bu yerda? Shu. Ya mayli, yana ko'proq solsa so'ladi. Sut solish kerak. Halovini topsang, qor yonadi. Qor yog'adimi yo'q? Qor yonadi. Degan otam bilan bobom. Rahmat. Yo'q kelish. Ha, 4 paga banda olib yo'q kelish kerak. Hech kim bilmaydi. Oxirda. Ha, Hech to'g'ri chaldim yozda. bugun kelishga arziydigan joylar ekan. Sizlarni mandan maza Zo'r bo'ldi sayohatimiz bugun. Kecha ham chiroyli bo'ldi o'zgacha. Bugun boshqacha tabiat nima bo'ldi? Manzaralari. Ha? Davron aka, bugungi endi sayohatimizga yakuniy mulohazalar qiling. Ya, zo'r bo'ldi. Maza bo'ldi. Shvetsariya o'zi umuman boshqacha, tabiati boshqacha deganicha bor ekan. Italiyada boshqacha taassurot edi, Bavariyada boshqacha taassurot, bu yerda umuman boshqacha taassurot. Eng zo'ri bir-biriga o'xshamaydigan joylar ekan. Juda chiroyli. Buni his qilish uchun kelish kerak. Endi bu yog'i avgustgacha yetib olsak, bu yog'i yaxshi bo'lib ketar deganda, pastga tushib olsak, charchoqlar chiqadi. Avgust, oktyabrgachami? Endi sekin-asta keyingi ishtirokchimizga o'tamiz. Navbat sizga. Elbek, bugungi taassurotlaringiz bilan bo'lishing. aka, mana chiroyli joylar, chiroyli manzara. Hayotda yaxshi narsalarga, mana shunday chiroyli narsalarga erishish uchun cho'nqur yo'llarda yurish kerak, to'g'rimi?
Mana bunday chiroyli manzaralarni ko'rish uchun ham cho'nqur yo'llardan yurib keldik aka. Ha, bahra olib o'tamiz. Faqat ishlayveradiganlarga Faqat ishlayveradiganlar baribir olib keta olmaysizlar. telefonim video olyapti. O'sha gap. Yuringlar, sal miyaga dam beringlar. Madaniy hordiq. Rahmat. Bizni 3-ishtirokchimiz Navruz. Assalomu alaykum. Mana bugungi sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yeta boshladi. Bugungi sayohatimiz ham boshqa sayohatlarga qaraganda o'zgacha bo'ldi. Mana bugun Brukkeni Shvetsariyadagi o'sha ko'prikni ko'rdik. Bir kunda ko'lni ko'rdik. Va mana qorlar, sharsharalar hammasi mujassam bo'ldi. Albatta jon chekmasang jarona qayda, toqqa chiqmasang do'lona qayda degandek qiyinchilik bilan mana shu yuqorilikka yetib keldik. Maslahatim sayohat qilish kerak, dunyoni ko'rish kerak. Bizda sayohatning ko'p turlari mavjud. Masalan, kimdir o'sha yon atrofida sayohat qilib qo'yadi. Kimlardir sayohat qilish o'rniga yig'ilib, yeb, ichib kunni o'tkazadi. Lekin sayohat qilish boshqacha. Sayohat qiling va mana bunaqa ajoyib, go'zal manzaralarni kashf qiling. Mana fikr, mulohazalarni eshitdilaring. Menda ham xuddi shunaqa fikrlar, o'xshash fikrlar. Bugungi yo'limizda masalan faqatgina toshlar, ya'ni tog' toshlari, qoyalarni ko'rdik, o'rmonzorlardan o'tmadik. Shunaqa almashuvchan bir nima bo'ldi, manzaralar bo'ldi. Ko'rib maza qildik. Bundan tashqari, demak, pastdan oqqan soy, mana bu ko'prikni ustidagi his tuyg'ular boshqacha. Masalan, odamda qo'rqinch bo'lishi mumkin, lekin bu safar menda umuman 1% ham qo'rqinch bo'lmadi. Maza qildim. Yugurganda ayniqsa maza qildim. O'rtasiga borganda o'ng va chap tomonlarga qaraganda ko'l, bu tomonga qaraganimizda vodiy. Odam o'zini mana bu katta tog' toshlarning ichida mittigina his qiladi. Qandaydir shukronalik hissini uyg'otadi. Mashaqqat bo'lgani bilan yo'limiz, masalan, men hozir juda ham energiyaga to'lgandek his qilyapman o'zimni. Shunday ekan, masalan, hozirgi kunda juda ham ko'pchilik kelyapti Germaniyaga. Albatta ishlash maqsadida kelamiz hammamiz, yaxshi yashashni orzu qilib kelamiz. Lekin hayotni deyman, faqatgina ish bilan o'tkazib yubormaslik kerak menimcha. Maqsad faqat pul topish bo'lmasligi kerak, aksincha o'sha topilgan pulni bir yaxshi narsalarga, kishi o'zi uchun, o'zini qadri uchun ishlatishni bilish kerak deb o'ylayman. Bugungi sayohatimizga biz mana shu yerda yakun yasaymiz. Hammaga xayrli kun va ishlarida omadlar tilab qolamiz. Mana bu manzaradan bahra oling so'nggi marotaba. Barchaga xayrli kun.